Tushda kurashmoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida bir kishi bilan kurashganini va o'sha kishini yiqitganini ko'rsa, holi yaxshi bo'lishiga va o'sha kishini yengishiga dalildir. Agar o'zining yiqilganini ko'rsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Agar ikkov ham yiqilmasa, ahvoli yaxshi yoki yomonligida o'rtacha bo'lishi, tashidan ikkovi do'st bo'lishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.